nutuq va ig'iz tili mahorati. Su eriqdi yaxshi, gap qilibdi yaxshi. Natiqlik tug'mi bo'lamdi yoki keyin o'rganish orqali yetildirgilib bo'ladigan iqtidormi? O'zining tili orqali o'zini to'liq tushuntirib bo'lmaydi odamlarga. Ovozdagi sehr so'zga bo'lgan mehrdan keladi. Ma'lum nuqtani aytganda, talant egasi, ixtisos egasi jazman notiq bo'lish kerak. Ya'ni o'ziga nom berayotgan mas'uliyatini haqiqatiga yetkazib tunishtirib olmayotgan nurg'un bechoralarni ko'rsiz. Nurg'un odam undidorda o'zi gap qilib bo'lgandan keyin o'zining ovozini qayta anglashni yaxshi ko'rmaydi. Tilning go'zalligi, ko'ngilning go'zalligi. O'zingizning bilganlarini boshqalarga ifodalab yetkazib beramisingiz? Bu bir xil kasallik bo'lmay nima? Tildagi bo'sish, hayotlikdagi bo'sish. To'rtinchi qism. Nutqni, so'zni u bir xil ifodalash dedik. Ya'ni u bir xil ifodalab chiqarish. Unda bo'lsa o nimani ifodalab chiqaradi? Nutqni go'zal qilishdan burun, so'zni go'zal qilishdan burun, uningdan muhim bo'lgan yana bir ish bor. Bizning qalbimizning go'zal bo'lishi. Qozonda nima bo'lsa, cho'michga shu chiqadi. Sizningki ko'nglingizda nima bo'lsa, bu so'zingizdan ayon bo'ladi. Shuning uchun siz o'zingizning so'zini go'zal qilaman deydigansiz, ko'nglingizni go'zal qilishingiz kerak. Boshqalarning oldida inovat topaman, menga boshqalar ko'proq chavoq chapasa yoki hozir men boshqalardan oshirib so'zlayman deydigan g'arazli so'zlaydigan har qanday odamning topgan obro'yi 2 tiyin. U uzoqqa davomlashmaydi. Yana kelib, notiqlik degan hargizmi ko'p so'zlash, uzun so'zlash, vaqirab so'zlash, atay ba'zi bir dabdablik so'zlarni qilish deganlik emas. Maqsadni, o'y fikrni qancha ommabop, qancha ixcham, qancha singishlik tushundira olsangiz, mana bu notiqlik. Mana bu notiqning sifati amaliyotda. Shuning bilan birga, agar siz o'zingizning so'ziga ko'ngil bo'lgan, o'zingizning ifodalash iqtidorini oshirmoqchi bo'lgan birov bo'lsangiz, mening menda bir qancha taklifim bor. Birinchidan, cho'qim maqol tamsillarni o'zlashtiring. Ba'zi nurg'un uzun so'zlarni ifodalab deb bo'lolmay qolgan vaqtingizda yoki uzun maqsadlarni oddiy ifodalash zaruriyati tug'ilganda bir ishga maqol tamsil deysiz, bo'ldi. Shuning o'zi yetarli bo'ladi. Shuning bilan birga ba'zi bir ruboiylarni, she'rlarni yoki mashhur kishilarning mashhur hikmatlarini o'zlashtirib qo'yish kerak. Bundaq bo'lganda o'zingizning ko'z qarashlarini, nuqtai nazarini texmi yuqori saviyada ifodalay olasiz, ta'sirchanlik ega qila olasiz, so'zingizning nupuzi bo'ladi. Shuning bilan birga o'zingizning bilim qurilmasini namoyon qiladigan nihoyat yaxshi bir vositami bo'la oladi. Masalan, biz samimiylik, yolg'on so'zlamaslik haqida so'zlamoqchi bo'ldik. Yoki o'quvchilarga mushu to'g'riliq bir ta'lim-tarbiya faoliyati olib beryapmiz. Bundaq vaqtda bolalarga bo'ri keldi degan hikoyani so'zlab bersak, buni allaqachon vaqti o'tdi. Yoki bo'lmasa, bu takror, alohida bir yangilik tusi bermaydi. Undaq bo'lsa, biz qanday qilamiz? Mush yerda oddiy bir ruboiy keltiribla o'zingizning demoqchi bo'lgan o'y fikrni texmi o'zgacharoq ifodalay olishingiz mumkin. Masalan, misol qiladigan bo'lsak, yolg'onchining tili chechaksiz pelak, chechaksiz pelakda na qilsin xamak. Uzarg'an siri u o'z egasini bo'g'udu yilondek bo'lib chambirak. Bunda yolg'onchilik qilmang demadi. Rost so'zlangmi demadi. Yolg'onchilik so'zlagan odamning oxirida inovatining yo'q bo'lganligi, o'zining qaryuz bo'lganligini shunday chiroyli bir she'riy til bilan ifodalab berdi. Buningda maqsad oydinlashgandan boshqa yana qarshi taraf belgilik zo'q ola oladi, yaxshi ko'rdi. Yana muhim bo'lgani sizning so'zingizdagi bir saviyani his qila oladi. Atrofingizdagilarga diqqat qilib beqing. O'zini emas, ya'ni o'ziga nom berayotgan mas'uliyatini haqiqatiga yetkazib tunishtirib olmayotgan nurg'un bechoralarni ko'rsiz. O'zining qilayotgan kasbining ortiqchiligini yoki aloyligini boshqalarga tushuntirib berolmayotgan nurg'un bechoralarni ko'rsiz. Bechora deyishimdagi sabab u o'zi non tep yeyotgan shu kasbi yoki shu mas'uliyatini to'liq tushuntirolmaslik
Albatta bechoralikda. Bu bir ojizlik. Bechora degan nima degan gap? Chorasiz degan gap. Bi inkor ma'nida keladi-ku, bechora. Bichora deb olamiz biz. Bechora, chora qilolmagan. Chora topolmaslik degan gap. Uni to'liq bilan tushuntirishga hech bir chora topolmagan odam. Bu ojizlik bo'lmay nima? Biz tayyor moddiy buyumni iqtidoriga yetkazib tushuntirolmayotgan vaqtda odam o'zini tushuntira olishi naqadar mushkul. Odamning ko'ngli nima degan murakkab, odamning hissiyoti nima degan mo'l, odamlarning munosabati nima degan murakkab va qatmal. Mushuni loyiqlashtirib, o'zini boshqalarga tushuntirish va boshqalarni to'liq bilan tushunish amaliyotda nurg'un masalalarning ochquchi edi. Nurg'un masalalarni hal qiladigan ochquch dal tushunish edi asli. Lekin tushundiranmaslik va tushunolmaslik. Yanama uchiq qilib aytganda, aloqadagi ravonsizlik nurg'un masalalarni keltirib chiqaryapti. Mohiyatni aytganda, mening nutq mahorati to'g'riliq so'zlashimdagi sababmi yoki mushu to'g'riliq so'zlashimning zaruriyatimi dal mushu bizning sodida, ta'lim tarbiyada, turli hissiyot almashtirishda, xizmat aloqasida bo'lsin yoki kollektiv tarbiyalash va tarbiyalanish bo'lsin, mushularning hammasida dal mushu aloqadagi saviyaning tuvan bo'lib qolishi yoki aloqadagi nurg'un kishilarning nurg'un to'solg'ularga uchrab qolganligiga nisbatan buning bir zaruriyati bor deb qarag'anligimizdan bo'lyotdi. Men sizga o'zimni to'liq tushuntira olsam, sizni men to'liq tushuna olsam, o'tirda hech qanday ziddiyat kelib chiqmaydi. Faqat men o'zimni to'liq bilan sizga tushuntirib beramadim, siz meni to'liq bilan tushunamidingiz, uqishmaslik, ziddiyat, ko'ngilsizlik, ittifoqsizlik dalmani mushadan kelib chiqadi. Şunlaşqa so'zlashni o'rganish, so'zlash mahoratini yuksaltirish qandaqdir bir havaskorlar, kasbiy diktorlar, riyosatchilar yoki rahbarlarlik qiladigan ish emas. So'z bilan maqsadga yetishni orzu qiladigan har qanday odamning mutlaq qilish kerak bo'lgan ish. Shuning bilan birga so'zlashga ko'ngil bo'lish, so'zlash saviyasini o'stirish mening bilishimcha bizda qezilmagan, echilmagan alayda ko'ngil bo'linmagan, izdanilmagan, tadqiq qilinmagan, shundaqla mushu jihatda muntazam tarbiyalashlar keng ko'lamda qanot yaydirilmagan bir soha, bir hunar deyishga bo'ladi. Balkim kishilarda mundaq bir tushuncha bo'lishi mumkin. Masalan, boshlang'ich maktablarda o'qiyotgan vaqtimizda bizga matematika darsi o'tadigan o'qituvchining mijozi yaxshi bo'lmasa, biz shu muallim bilan tang shu mas'ul bo'lgan shu o'tadigan darsnimi yaxshi ko'rmaydik. Xuddi shuningga o'xshash tili ravon, so'zman ba'zi bir odamlarning savdo tijoratdagi samimiyatsizligi bizga nisbatan so'zga moyil kishilarning ko'pinchisini samimiyatsiz ekan yoki bo'lmasa hamkorlashishga arzimaydi ekan yoki bo'lmasa buni ishonishga bo'lmaydi ekan degan bir xato tushuncha keltirib qo'ygan bo'lish mumkin. Bir so'zga mohir odamning soxtipaz bo'lib qolishi bu hargizmi so'zmanlikning yoki so'zlash mahoratining hammasi soxtipazlik uchun xizmat qiladiganligidan bishorat bermaydi. Bir o'qituvchining mijozining yaxshi emasligi u mas'ul bo'lgan darsning o'rganishga arzimaydiganligidan bishorat bermaganidek ish. Shunga gapni oddiylashtirib kelganda, tilning go'zalligi ko'ngilning go'zalligi. Tilning go'zalligi aloqadagi go'zal bir muhitni barpo qiladigan halqiliq masala. Vaqtimiz o'tyotdi. Bizning vaqtimiz ajoyib tez o'tyotdi. Endi biz buni har xil nuqtalardan tushundirdik. Har xil kishilar o'xshamagan tarzda, o'xshamagan nuqtada, o'xshamagan shaklda vaqtning o'tayotganligini ifodaladi. Undaqda men vaqtning o'tayotganligini sizga qanday ifodalayman? Vaqt o'tyotdi. Shundaq tez o'tyotdi. Rost o'tyotdi. Mana hozir o'tib ketdi. Mana qarang o'tyotdi. Men bundaq desam hech qanday jalbkorlik bo'lmaydi. Hatto siz meni oljib qolgan o'xshaydi deb peshonam tutib beqishingiz mumkin yenimda bo'lsangiz. Ammo men yana bir xil vositani qo'llansam-chi. Ya'ni boyaman degan ruboyi bilan, ma'lum bir ruboyi bilan vaqtning qanday o'tadiganligini hayotga bog'lab tushuntirsam-chi. Balaliq qadriga yoshlikda yetdim. Yoshlikning qadriga qolganda qirib. Qirilik qadriga yetay deganda qoptiman jinoza oldiga berib. Mav ruboyini agar siz so'zlasangiz-chi,
bu ruboiy orqali cho'nglarga, yoshlarga, o'tir yoshliklarga vaqtni qadrlashning kerakligini ifodalamoqchi bo'lsangiz-chi. Siz nurg'un so'zlarni qilishingizning meningcha hojati yo'q. Nurg'un so'zlarni qilgandan ko'ra, mush ruboiyni debli qo'yisiz, bo'ldi. Maqsad oydinlashdi. O'xshamagan shaklda boshqalarning ko'ngliga siz chiroyli bir naqshni uyib qo'ydingiz. Ular shu ruboiyni olgandan boshlab o'zining o'tmishi, kelgusi, o'zidan cho'nglar yoki o'zining ota-onalari bu mo'minlarning hayoti haqida xiyol allaqachon o'zining cho'nglari haqida, o'zi haqida uzun xiyollarga kirishib ketgan bo'lishi mumkin. Ular chunqur xiyollarga petib ketishi mumkin. O'zi haqida o'ylanadi, o'tmish haqida o'ylanadi va kelajak haqida o'ylanadi. Mana bu ifodalashning kuchi. Xulosalaganda, men mayli diktor riyosachilik kasbidagi o'quvchilarga kasbiyat yetakchilik qilgan bo'lay, yoki radio stansiyasidagi programma ishlash jarayonidagi xizmat tajribam bo'lsin, yoki bo'lmasa maxsus mushu nutq bosh temasidagi 100 turani darsim bo'lsin, yoki bo'lmasa to'r darsxonam bo'lsin, mushularning hammasida asosan eg'iz tilini asosiy vosita qildim va eg'iz tili mahoratini yuksaltirish, eg'iz tili mahoratini a'lolashtirish to'g'riliq izlanishlarni olib bordim, tajribalarni olib bordim. Bu jarayonda xeyli kishini suyundirgidek ba'zi bir natijalarni qo'lga kelgan bo'ldi. Ammo men har qitim yangi bir turkum odamlarga nutq to'g'riliq dars o'tganda o'xshash bir masalani takror his qildim. Hammaylar dediki, muallim, biz so'zlashning, nutqning bu qadar muhimligini, so'zlash iqtidorimizning oila munosabatimiz bilan, farzand tarbiyamiz bilan, savdo tijoratimiz bilan, kasbimiz bilan, xizmatimiz bilan, qisqasi hayotimiz bilan bunchalik zid bog'lanish ekanligini zodi o'ylab boqmabdi ekanmiz. Biz bu vaqtda qaytadan bir yangi tushunchaga ega bo'ldik dedi. Men har qitim 100 turani nutq to'g'riliq dars o'tgan vaqtimda shunday bir maqolni naql keltirib qo'yib turib darsimni boshlayman. Men hozir nutq to'g'riliq dars so'zlayman. Dars boshlanishdan burungi tuyg'unlarni esinglarda ching tutib olinglar. Dars oxirlashgandan keyin mushu tuyg'unlar yangilandimi yo'q, shu orqali mening darsimning sifatiga baho beringlar deyman. Yana maqolni deyman. Qasroq tashlashni bilmagan yilon cho'qim o'ludi. Agar mening shu darsimni anglab shu naq maydondagi o'quvchilarning nutq haqidagi tushunchasi yangilanmasa, qasroq tashlamasa, demak men bu qitimliq darsda mag'lub bo'lgan bo'laman. Munbarda turib, munbarga 100 kiloligidek, munbarda turib, munbarda turishning shartiga uyg'unlashmagan bir o'qituvchi bo'lib qolaman. Amaliyotim o'ylab baqadigan bo'lsak, bir yo'l boshlash sistemasimi belgilik vaqt ichida yangilanib turmasa, biz bormoqchi bo'lgan manzilga bizni cho'qim to'g'ri boshlab borolmaydi. Bizning savdo andisi haqidagi tushunchamiz, bizning ijtimoiy aloqa haqidagi tushunchamiz, bizning iste'mol haqidagi tushunchamiz, bizning sog'lomlik haqidagi tushunchamiz, bizning nutq haqidagi, so'zlash haqidagi tushunchamiz qasroq tashlab turmasa, yengilib turmasa, biz eng ibtidoiy shaklda ijtimoiy aloqa olib boradigan bir turkum odamlar bo'lib qolamiz. Shuning uchun bu vaqtda o'ylashib ko'rish, fikr qilish, muloyiza yurgizib beqish meningcha tamoman arziydi. Agar siz mushu darsni anglagandan keyin nutq haqidagi, so'z haqidagi tushunchangizga qisman yangi uchurlar, yangi mazmunlar qo'shilgan bo'lsa, mushaqdagi ta'sirotingiz nisbatan chunqurlashgan bo'lsa, demak bu dars allaqachon o'zining qiymatini namoyon qilgan bo'ladi. Bu darsni so'zlashim zoya ketmagan bo'ladi. Ya'ni shu nuqtaga diqqat qilish kerak. So'zning ko'p bo'lishi, ovozning ustun bo'lishi, kayfiyatning yuqori bo'lishi notiqlik emas. So'zi ko'p odamning hurmati bo'lmaydi. Nemi ko'p bo'lsa, shu qadrsiz bo'ladi. Mening so'zliginim nutq emas, leksiya emas. Mening so'zliginim u bir dars. Dars bilan nutq o'xshamaydi. Nutq bilan leksiya ham o'xshamaydi. Shuningdek, darsimni anglagan sizning har bir so'zni qilishdan burun ishingizda bir aqir o'ylashib ko'rib, so'rinni, qarshi taraf bilan bo'lgan munosabatni, maqsad muddaoyingizni va uning kayfiyati qatorliq nuqtalarni o'ylashib ko'rib, nisbatan saviyalikroq suhbatlashadigan, nisbatan o'zgacharoq so'zlaydigan, o'chig'ini aytganda azroq so'zining izzati va qadri bo'ladigan kishilardan bo'lishingizni umid qilaman.
Nutq maharati to'g'riliq bu darsni o'zim eng yaxshi ko'radigan, mazmuni intayin chunqur bo'lgan go'zal bir adabiy parcha bilan oxirlashtirmoqchiman. So'zlashni ixtiyor qilgankansiz, avval o'zingizni emas, so'zingizni kiyindiring. So'zingiz odamlarning quliqini og'ritmasin, kayfiyatlarini buzib qo'ymasin. Maqsadga so'z bilan yetishni orzu qildingizmi? Shundoq so'zni aytingki, anglag'uvchilar so'zingizni havodek sumirsin. Tilning jonliq fasohatidan gul hidlagandek yayrab ketsin. O'zingizdimi bakrak, so'zingizni asrang. U go'har. Tejab ayting, joyini tepib ayting, o'ylanib, silliqlab ayting.